Xotira abadiy, xotira muqaddas. Qo'qon shahrida Ikkinchi jahon urushi qatnashchisidan xabar olindi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov, Qo'qon shahridagi Prezident xalq qabulxonasi mudiri Zikrillo Ro'zmatov, Qo'qon shahar mudofaa bo'limi boshlig'i Qahhorjon Toshpo'latov, Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Anvarjon Parpiyev, Milliy gvardiya qo'shini zobitlari, nuroniylar va keng jamoatchilik vakillari qahramonlik va matonat timsoli bo'lgan Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi, sharafli orden va medallar sohibi Usmonjon Rahimovdan xabar olib, bayram sovg'alarini yetkazdilar. Bunday yosh ulug' qahramonlardan xabar olish bizlar uchun katta sharaf. Mana bugun 105 yoshni qarshi olgan Usmonjon aka Rahimovning xonadonlariga keldik. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari. Bunday yosh katta qahramonlar bizning yoshlarimiz uchun vatanparvarlik namunasi hisoblanadi. Kelajakda ushbu insonlardan namuna olib, barcha yoshlarimizni mana shunday vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida ushbu otaxonlarni doimiy ravishda xonlardan xabar olib turishimiz uchun vazifa deb belgilab olamiz o'zimizga. Samimiy muloqot chog'ida Ma'rufjon Usmonov mavjud muammo va masalalar bilan ham qiziqib, mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berdi. Usmonjon Rahimov e'tibor uchun samimiy minnatdorchiligini izhor etib, yurtimizga tinchlik, yurtboshimizga omonlik tilab duolar qildi. Ulug'bek Norboyev, Munisaxon Qambaraliyeva, Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.